darsimiz yana bir darsi. Bu darsda yana новый dokument so'zlab qilamiz. So'zlab qilganimizdan so'ng bizlar bugungi darsimizda nima o'tamiz? Stavka menyusidagi mana bu 3 ta qismni, ikkita qismni o'tishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin. Управление simbol, управление va simbol. Bugungi darsimizda shularni o'tamiz. Управление nima aytadi? Управление degani bizlarda asosan simbol va управление formulalarda beriladi. Buni bosgan paytimiz ko'rishingiz mumkin, formulalar kelib chiqadi. Uni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bitta yana oyna ochiladi, управление oynasi. Biz buni ichini o'chiramiz. O'chirsak yana yo'qoladi. Stavka menyusiga o'tib, yana управление bosib, yangi управление o'zimiz yaratib olamiz. Bu nima degan ma'noni aytadi? EX degani bu o'sha harfni tepasida yoki pastida, yonida, pastki qismida joylashuvi. Latex esa pastki qismida, text esa ekranni o'sha o'zini joylashuvi text deb ataladi. Keyin bizlarda nima bor bu? Plus, cheksiz, tenglik va tenglik ustki qismi, to'rtkincha, ko'paytirish, bo'lish har xil belgilarini ko'rishimiz mumkin. Mana biz xohlagan misollarimizni ana shu управленияda yechishimiz mumkin. Xo'sh, stavka o'tib, управленияsi simbol. Bu nima ma'noni anglatadi? Drop eng bizlarga kerak bo'ladigan narsa drop. Drop degani bu kasr degan ma'noni anglatadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Harfli kasr, burchakli va harfli kasr. O'sha harfli va sinusli kasr va yana sinusli va harfli kasr. Bularni ko'rishimiz mumkin. Kasrlarni o'zimiz yaratishimiz ham mumkin. Bizlarga bu kerak. Harf yozishimiz uchun esa ustiga bosgan paytimiz yozamiz. Masalan, 121 taqsim 117. Buni pastga tushirgan paytimiz x professionalni qilsak ko'rishingiz mumkin, bu saqlanib qoldi. Mana. Lekin bizlarga hozircha bu shart emas. Bizlarga kerak bo'ladigan narsa bu управлениядagi simbol. Simbol nima ma'noni aytadi? Simbol degani mana biz pul birliklarida uchraydigan narsa, ya'ni pul birliklarini logotipi simbol deyiladi. Simbolda yevro, bularni bilmayman. Yevro, yana plus, tenglik, taqqoslash belgilari ko'rishimiz mumkin. Cheksiz, smaylik ham hatto simbolda ko'rishimiz mumkin. Bu smaylikni belgilab qanday kattalashtiramiz degani deyishingiz mumkin. Bu smaylikni belgilab olib chap mishkani bossak, bu yerda kattalashmaydi. Bu yerda shrift turibdi. Shriftni katta qismini belgilab olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu avtomatik katta bo'ladi. Lekin simbolda asosan другие simbolni bossak, hamma harf va simbollar kelib chiqadi. Bizlar kerilmas o'zbek tilini tanlab olamiz. Latincha. Bu yerda o'zbek tili yo'q ekan. Mana bu narsalar nima ma'noni aytadi? Bu R-ni hammamiz bilishimiz mumkin. Bu real degan ma'noni aytadi. T-ni asosan zavoddan chiqadigan narsalarda uchratishimiz mumkin. Keyingi narsa управление ichida управление bilan ishlash. Ya'ni kasrlar yaratish. Misollar. Bularni o'chirib chiqqan holda x tenglik 121 taqsim ayrilgan 120 bo'lingan 2 ga. Buni javobini topish uchun biz albatta stavka bo'limidan, управлениyadan tenglik qo'yishimiz mumkin. Agar o'zimiz tenglik qo'ymoqchi bo'lsak, asosan shriftdan belgilaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 121 da 120 ni ayirib 1 ga bo'lsak, 1 ni 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lib bo'ladi. 0 taqsim 5. Mana javob ham tayyor.
Yana simbol har xil turlarga bo'linadi. Mana simbolda ham tengliklarni, ko'paytirishlarni uchratishimiz mumkin. Simbolda mana bular nima ma'noni aytadi? Bular kasrlar, o'sha ildiz va sinus, kosinuslar. Bularni ham uchratishimiz mumkin. Yana stavkaga o'tib, shu o'rgatganimdek upravleniyadan boshqasini kattarog'ini qilib ko'ramiz. Bu misolni biz ilgari ko'rmaganmiz. Bu misol kasrlar bilan ishlash uchun bizga ildizlar bilan ishlash uchun, ya'ni qo'l keladi. Bu AX tipasidagini o'zgartirsak ham bo'ladi. Buni o'zgartirishni hozir ko'rsatib o'taman. Ctrl Z qilib to'g'rilab olamiz. Stavkaga o'tib AX ni qanday o'zgartiramiz deyishingiz mumkin. Upravleniyaga o'tib olamiz. Upravleniyadan mana AX belgilangan har xil turdagidek qilib o'zgartirishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zgaryapti. O'zgardi. Bugungi darsimiz shu upravleniya va simbollardan iborat edi. Hammasini ko'rib chiqdik va xayr, sog' bo'ling.